Hürmetli vatandaş, leksiyemizi davamlaştırıyoruz. Bugün çislak 2023 yıl 6. ayının 19. günü. Heptiki düşenbe vatandaşı. Endiki leksiyemizge dikkat kılısız. Amerika-Jungo münasebeti soğuk münasebetle uruşu devridiki. Amerika-Rusya münasebetlerden texim usal. Mavzulu haber 6. ayının 18. günü Büyük İrak orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq prezident Trumpning Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi McMaster 6. ayının 18. günü yakshanba CBS televiziyasining anglitishida mundaq ko'rsatdi. Amerikaning hozir Jungo bilan bo'lgan munosabati soğuk münasebetler uruş mezgildeki Amerika-Rusya münasebetlerden texmi usal. Del muşu intervyu kılıvatkan yaki muhbir ziyaret kılıvatkan del muşu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat shakati Beijing'de ziyaret tecrübe mezgil şu vaqt o'xshashi mı? Çünkü növbetki ahval texmi murakkab. Yakshanba günü altıda Amerika Kolumbiya şirketinin CBS televiziyasının 100 söhbet programısı da McMaster sobiq davlat bexatarligi maslahatchisi McMaster navbatda Amerika-Jungo munosabati to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Bu munosabat intayin usal. Çünkü bu munosabatni qiyin masalalar to'plami deyishga bo'ladi. Çünkü Amerika o'rtasidagi munosabat qiyin masalalarning yig'indisi to'plangan bir mezgildeki veya shunday munosabat doirasida qurilgan munosabatdir. Ziddiyat murakkabdir. Yani Jungo bizning iqtisodimiz allaqachon bir-biriga bog'lanib qoldi. McMaster e'tirof qildi degan gap. Iqtisod bog'lanib qoldi dedi. Bu yerdagi eng zo'r ustadlik kimda desiniz? Jungoning siyaseti Amerika'nı iqtisodga bog'lab qo'yib, Amerika'nın ağzını tuvaqlash. Muşning urinish bu 20 yil, 30 yil davomlashdi. Hozir McMaster berdi buni mushu shaklda. Passiv holda e'tirof qilyapti degan gap vatandash. Yani çünkü bizning iqtisodimiz, yani Amerika'nın iqtisodi allaqachon bir-biriga bog'lanib qoldi. Bu köp dereceli Jungo Kompartiyasining mohiyati ve münasebet usullarini asos qildi. Ko'rdingizmi? Mana bizdan deganimiz nimizdir? Jungoning maqsadi Amerikani iqtisodga bog'lab qo'yish yoki Amerikani Jungoning bozoriga bog'lab qo'yish. Mayli McMaster o'zi nima deydi? Bu Jungoning mohiyati, partiyaning mohiyati ve shundaqla Jungoning boshqa davlatlar bilan elib borgan munosabat shakllari mushuni asos qildi deydi. İqtisodga bog'lab qo'yish. Bo'lib bu g'arazlik xatoparastlarni asos qiladi. McMaster hozir CBS televiziyasi axborot sanasining tashqi siyosat va davlat bexatarligi masalasi bo'yicha maxsus yozuvchidir. CBS televiziyasiga maxsus yozuvchi bo'lib ishlayapti. Ötken cuma günü 100 söhbet programısı da riyasetçi Margaret Berry'nin Jungo'ga beriştim buran. Muşkatim vakiller ümit terkibiydi. Belki Margaret Berry'nin mi Beijing'e bağlan buluşu mümkün. Jungo'ga beriştim burun depti vatandaş. Ziyaret kabul kılıp, özünün Jungo'ga beriş seferinin Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken'ning Amerika-Jungo dialogini asli keltirish uchun Beijingni ziyorat qilgan vaqtga to'g'ri keldi dedi. McMaster mundaq ko'rsatdi. Amerika-Jungo Kompartiyasining qorniyatini xato mo'lcharlab, diqqatga uchrashish bilan uning harakatlarini o'zgartimiz deb o'ylayotdi. Ameliyatda Jungo komünistleri arzu qiladigan narsa Amerika bilan bo'lgan munosabatlarda bular Amerikadan talab qilgan barliq narsadan ortiq. Bugungi kunda Jungoning talablari, orzulari aslida odatdagi normal munosabat doirasida Amerikadan nima talab qilgan bo'lsa, bugun hammani qo'shib kelsam, uningda ortiq Jungoning arzusi, Jungoning talabi uningdan ortiq.
Çünkü deydi Cungo hakikaten özünün ornunu dünyada tikleşni arzu kılıvatıda. Gördünüz mü? Çoğun devletlik ornu, zomigerlik ornu, Amerika'nın ornunu boşlup Amerika'nın ornunu ötüş ornu, Amerika dolarını sunduruş ornu, yaki Amerika dolarını obrot dairesinden yaki dünyavi soda barda kendini boğuş ve hesaplaşta dolarını işletmeslik usulleri muşlarının hemmisi hazır Cungo'nun usulü yaki Cungo'nun halkaradaki ornu deseniz onun tipik misali O'rta Şerq'te Saudi Arabiya ile İran'ı sözlep diplomatik hizmet işlep Cungo'cu aytganda ittifaqlaştırganlığı ve O'rta Şerq jidal majran tugatganligi yaqinda Falastinning boshlig'i ne chaqirib kelib Beijingda onun bilan dialoglashib, suhbatlashib, İsrailiya bilan Falastinning munosabatini yaxshilamoqchi bo'lganligi qarasangiz bu koni ziddiyatlar O'rta Şerqdagi edi. Hesapda Cungo'lukning nazarida hozircha Amerika hal qila olmadi. Endi biz bir cho'ng davlat sifatida o'rnimizdan dast turib, dunyoga xo'jayin bo'lish ilkida yoki dunyoga xo'jayin bo'lish hurmatida biz dunyoni boshqarish yoki dunyoga yetakchilik qilish yoki diplomatik majrolarni hal qilish va davlatlar o'rtasidagi borda keldi munosabatlar surkilishlarni hal qilish. Masalan, O'rta Şerqdagi tipik masala Falastin, İsrailiya masalasi. O'tirib chiqdi vatandosh. Hozir nima deydi demakmasdir? Cungo'nun senden menden talep qilayotganini selish tursang, hozir uning yetmoqchi bo'lgani xalqaro o'zining o'rnini tiklash deydi. Tushundingizmi? Mushundaq arzu, mushundaq fikr va niyat g'arazda yashaganda, yana Amerika bilan munosabatni yaxshilashning mumkinligi bormi vatandoshim o'ylab qo'ying. Maqsad shukan senda, arzu shukan senda, sen Cungo bilan munosabatni yaxshilayman, Amerika bilan munosabatni yaxshilayman deydigan niyatim bormi? Yo'q. Hozir biz buga McMasterning so'zidan shu xulosani chiqaramiz ekan. Mumkin emas. Televiziyaning maxsus to'y yozisi navbatga sobiq davlat bexatarligi, shu vaqtdagi davlat bexatarligi masalasi McMaster ziyorat qilish xotirlashni anglatish vaqti CBS'da davlat ishlar kotibi Antony Blinkenni Cungoni ziyorat qilish vaqtiga to'g'ri keldi. Antony Blinken tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan ko'rishganda Qin Gang har ikki taraf samimiy suhbatlashdi deb ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin diqqatga vatandosh, Cungo tashqi ishlar ministrligi Amerika Cungo munosabati diplomatik munosabat o'rnatgandan beri ki eng tuvan chakka tushib qoldi deb e'tirof qildi. Suhbat bo'layotdi, uchrashuv bo'layotdi Beijingda. Tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken o'rtasida shundoq bo'layotganda Amerika Cungo munosabati eng tuvan chakka tushib qoldi dedi Cungoning tashqi ishlar ministrligi e'tirof qildi.